Mana buni qarang-chiga. Gap yo'q. Mercedes-Benz V-Class. Ustiga elektromobilni bosib yuborasizmi, jigar? Как раз choyxona, pog'onalarni ham shuning ichida o'tkazib yuborsak bo'lar ekan. Afsuski, ulfatlarni kurugi ham kamayib hozir 3-4 ta, 5 ta yuradigan bo'lib qoldi, sinfdoshlar ham. Jigar, o'zingizda pulingiz ko'p. Shuni bosib yuboring, biznesingizga ham yaxshigina foydali. Bitta zaradka bilan ancha-muncha ishingizni benzinsiz hal qilib kelasiz. Nemis sifat yo'q. Haqiqiy nemis sifat. Rostlagansin nappa koja. Burmestr akustika sistema ekan. Xuddani yengil mashina haydagandek o'zini his qiladi odam. Mashina ishlab chiqarilayotganda mana shunaqa elektromobilni chiqaryapmiz. Qanaqa o'zgartiraylik salonini, kuzovini deganda nemislar, "Yo'q, bizga V-Class shundoqligicha chiqarib, biz shundoqligicha yaxshi ko'ramiz" deb hech narsasini o'zgartirishmagan. EQV 300 418 zapas xod, oilaviy yurish uchunmi, biznes uchunmi, to'yga chiqadigan akalarimiz bitta zaradka bilan 5-6 ta to'yga o'tkazib kelaverasiz. Bularga bu mashina kattalik qilayotgan ekan, ixchamroq mashinangizga bartir qilishlari ham mumkin. Plata bilan yoki uy joymi bir narsa bilan ham gaplashib olsangiz bo'ladi. 2021-yil bu mashina o'sha paytlarda 120 ming bizda sotilardi. 120 ming. Tasavvur qilasizmi? 57 mingga berib yuboriladi. Maladin, machpat 83 ming probek. Tarqatib qo'yasiz doshlarga. Bosvorisi shuning ichida ustki kuruvchi ohini ham qo'yarsiz bo'lar ekan, jigar. Like-chi, aytmayman-ku, like bosing.